O'zbekistonda ommaviy bo'lgan Velkin 2 konturli kotelini teplobmennikini agar suvni yaxshi isitmayotgan bo'lsa, issiq suv shuni yechib yuvish kerak. Birinchi bo'lib mana oldingi panelini, mana bu boltini yechib ochib olish kerak. Keyin uni ichida mana bu gazoviy klapani bor. Shuni yechib olib turib, ikkita vinti bor, korpusda qotiriladigan. Tepadan gayka bor mana bu. Shuni bo'shatib olib turib, keyin mana bu suvni bosimiga bir klapim bor ekan. Shuni ham stopperdan yechib olinadi. Keyin mana bu trubkani bu yerdan yechib olib, mana bu stopperdan chiqarib olib olinadi. Keyin mana bu orqada ikkita 6 gramlik boltlar bor. Shularni yechib chiqarib olsa olinadi. Keyin limonli kislota bilan yaxshilab yuvish kerak. Shundan keyin yana issiq suvni sifatli yaxshilab isitib beradigan bo'ladi.